Siz haliyam nega sochlarimni jingalak qildim, lekin bir oyga bormay ochilib ketdi deb sartaroshlarni ayblab o'tiribsizmi? Ayb o'zingizda. Hech qaysi sartarosh aytmagan eng katta sirni men sizga aytmoqchiman. Top birinchi xato. Bilarmidingiz, har xil shampun bilan yuvilsa soch jingalaklari ochilib ketishini. Maxsus jingalaklar uchun bisulfatli shampunlar bilan yuvishingizni maslahat beraman. Bisulfatli shampun. Nega bisulfatli shampun? Bisulfatli shampun soch jingalak qilingandan keyin sochni to'kilishiga qarshi, ichida vitaminlari bor va tabiiy o'sadi, tabiiy jilo beradi va eng asosiysi sochimizni jingalagini uzoqroq saqlab beradi. Iltimos, har xil shampun bilan sochingizni yuvmang. Top ikkinchi xatoyimiz sochilkadan foydalanish. Iltimos sizdan sochni jingalak qilmoqchi bo'lganlar, maxsus jingalak uchun nasatkadan olib foydalaning. Bu sizni sochingizni ko'proq turishiga va sochingizni tagi bilan qurib ketmasligiga yordam beradi. Eng asosiysi sushilkani, fenni ishlatish usuli. Fenni asosan uzoqroqdan gradusini pastroq, 60 gradusdan pastroq yoki iliqroq gradus deyiladi. Gradusi ko'rsatilmasa iliqroq gradusga sochni 50% quritirish kerak. Uzoqroqdan quritish kerak. Bu asosan o'g'il bolalarimiz uchun. Juda ko'p o'g'il bolalarimiz keladi, sochini shunchalik quritgan, sochlari qurib taglarida qazg'oq paydo bo'lgan va sochlari qurib ketgan, to'kiladi, har xil jalbalar bilan kelishadi. Iltimos sizdan sushilkadan foydalanish yo'llarini ham esingizdan chiqarmang. Eng asosiysi sochimiz uchun, jingalak bo'lgan va jingalak bo'lmagan sochlarimiz uchun ham eng asosiy narsa sushilka hisoblanadi. Ya'ni fen. Iltimos sizdan fendan to'g'ri foydalaning. Top 3-sirimiz, ya'ni xatoyimiz. Buni xato desam bo'ladi, demasam bo'ladi. Ya'ni bu jingalak uchun spreylarimiz. Bu spreylarimizni negadir sartaroshlarimiz aytishmaydi, lekin bu spreylarimiz ham doimiy kundalik ishlatish uchun juda kerakli va juda zo'r narsa desam bo'ladi. Ya'ni har kun yuvilgandan keyin ko'chaga chiqish paytida ozgina sepilib, shu jingalak sochlarimizga ozgina sepilib, ozgina qo'l bilan ishqalansa, juda zo'r chiroyli turadi. Jingalaklarimiz yaltirab, chiroy berib, xuddi yangidan jingalak qilinganday turadi. Iltimos sizdan sartaroshlar, shunaqa spreylar haqida ham aytinglar yoki maslahat beringlar. Maslahatlarim sizga yoqqan bo'lsa, like, podpiska va kommentariyada izohlarni kutib qolaman. Bu videoni eng yaqin do'stlaringizga yuborib qo'ying.